Poligon. Poligon degani ko'p yoq. Demak, ko'p yoq. Has bor exactly aniq 97 sayt tomonlari. Demak, bitta poligon bor ekan, uni 97 tomonlari bor ekan. Agar measure o'lchami nimani? Each har bir 97 interior angle. Interior degani ichki. Demak, 97 ichki, angle degani burchak. Demak, 97 ichki burchaklarining har birining o'lchami bu poligonda 180 p bo'lsa, nima qiymati p ni? Demak, p ni topyapti. Xo'p, demak qaranglar. Bu misolda ishlash uchun men bilishim kerak nima? Qavariq, ya'ni qavariq ko'p burchakni ichki burchaklar yig'indisi topishni bilishim kerak. Demak, u qanday topiladi? n minus 2 ko'paygan 180. Demak, mana shu formula qavariq ko'p burchakni ichki burchaklar yig'indisini topishga urinasiz. Endi men nimaga bunaqa qilyapman? Sabab nimaga? Hozir meni jismim bunday ekan, bunday, 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 xullas ketgan. Ya'ni 97 tomoni bor. Shunaqa shakldan 97 tomoni bor. Keyin har bitta ichki burchagi nima? Bir xil. Alfa, 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 alfa. Xo'p, men birinchi ichki burchaklarini topib olaman. N 97 minus 2 ko'paygan 180. Ya'ni 95 ko'paygan 180. Mana bu ichki burchaklar yig'indisi. Endi qaranglar. Bu joyda endi jami ichki burchaklar yig'indisi kelib chiqdi. Endi buni 97 ga bo'laman. 97 ga bo'lsam nima kelib chiqadi? Har bir ichki burchak, ya'ni alfalar kelib chiqadi. Alfalar. Xo'p, shu alfa 180 pi degan. Demak, shu 180 pi degan. Mana. Bu poligonning 180 pi nimasi? 97 ichki burchagi. Mana bu poligonning 97 ichki burchagining har biri 180 pi. Mana. Endi shu yerdan 180 bilan 180 qisqarib ketib, p teng 95 taqsim 97 chiqadi. Ana, bu 11-savolning javobi bo'ldi. Tushundikmi?